Bu yil biz o'zimiz 100 ser bug'doy sep berdik. 50 ser bug'doyni mana shu mantiqaga sep, 50 serda mena bir boshqa mantiqaga sep berdik. Shu mantiqadagi bug'doy bir girtagina g'animaroq bo'lib, shu aytadiki, shu o'zini donini to'ldirsa deymiz. Magam u mantiqaga bug'doy desa, shunda bo'lmay ketdi, shunda moldorlarga, cho'ponlarga yetdi mirpa sotib olsa, shu ajinasini ham to'ldirmaydi. Ana bu raqamda sayz ana ba'zi mantiqalar yaxshi edi bug'doy, ba'zi mantiqalarda sayz zaifroq. Polizlarga sayz ana bir zahmat qildik, zahmatga loyiq. Havo issiq kelsa, chandon bir narsa bo'lmadi. Bir losha bir bachagachaga bo'ldi, zahmatimiz qo'ygandi. Bu bug'doyni ham desayz, buloxira kapashay keldi desayz, ana uncha nima bo'lgana buloxira shukr qilamizki, bo'ladi buloxira yog'dan keladi shu ham. Zahmatimizga buloxira borib kelib, hatto bizdan shu mayda kattana shuni keyin azob qiladi. Aloqamiz bizani hisobga pulimiz bo'lsa, bizani dash mardumimiz misoli bir mol bo'lsa deganda yo misol shahar ichiga boramiz desak, bir pul bilan bora olamiz. Bedini pulga odam bir joyga harakat qilib bo'lmaydi. Ana pul bo'lsa deganda bir joyga shaharga borsa, bir narsa olib sotsa yo bir ish qilib desak, bedini pul bo'lmaydi. Biz majburmiz deganda pulimiz ham yo'qda, yana bir g'arib odam mana shu dehqonchilik yoki shabarlikda mana shu qibrda bor ro'z o'tsa bo'ladi deysiz. Orzum shu deganday, buloxira ostida orom zindaglik qilsa, shinog'ala deganday ostida orom zindaglik qilsa, mana bu odamni qarang. Bu odam deganday bir madrasaga o'qisa deganday, bu odamning orzusi bu emaski, men orzumki bu odamni birgamga olib kelib o'qitib nima qilsam, mol baqtirsam, yana u kam bo'ladi desangiz. Ana otam bir chortayra aydaydi desa, ana ketali sho'rga shundoqlar qilib keladi. Orzumuz kelgan faqat shu ostida orom zindaglik qilsak, shu bizga kafodir. Bir narsaga misol dasmi sarmoya u narsalardan ham shu biroq qanimiz to'yib nonni ayirib deganda shu ostida orom bo'lsa, bizga shukr qilmoqlik.